bir aka uka bo'lgan ekan qadimda. Ikkalalari ham yetim qolgan ekan. Ikkalasi yelkadosh bo'lib tirikchilik qilar ekan. Akasi uylanib oila quribdi. Ukasi esa akam joylanib o'ziga kelsin deb uylanmabdilar. Ikkalalari sherik bo'lib dehqonchilik qilar ekan. Kechqurun hamma hosilni yig'ib ikkalasi teng bo'lishibdi. Kechqurun ukasi o'ylanib qopti. Ukam yolg'iz, hali uylanish kerak, oila qurish kerak. Tengma-teng mehnat qilib men bilan yurib, men bilan bir xil bug'doy oldi-ya. Ukam bechora o'ziga kerakli bo'lganini ham menga in'om qilyapti. Men ukam bug'doyiga yana o'zimning bug'doyimdan qo'shib qo'yaman. Toki ukam oilali bo'lsin deb aka kechqurun chiqib bir nechta bug'doy qopini olib borib ukani omboriga qo'shib qo'yar ekan. Bu joyda yotib uka o'ylanar ekan. Akam bechorani qaranglar. Oilali bo'la turib, kattaman demasdan tengma-teng mehnat qiladi-yu, yana hosilda teng oladi-ya. Bu adolatsizlik. Men akamga o'zimning ulushim